Здравствуйте, дорогие ученики и дорогие подписчики. Сегодня начинаем урок 4. Bugungi darsimiz amaliyot darsi, urok praktika. O'tgan safarda o'tgan barcha fe'llarimizni takrorlab chiqamiz. Qani o'quvchilar bir sira eslab olamiz bir martaga. Ну-ка, изучать nima edi? Aha. Qani tuslab ko'ramiz izучатni. Я. Ты. Он, она. Ага. Вы. Они. Молодцы. Так, теперь o'sha fe'llarni bir marta eslab ko'ramiz. Qani qaysi fe'llarni o'rgandik? Takrorlamoq, o'rganmoq, изучать, bilmoq, tinglamoq, tak, tushuntirmoq. Barcha fe'llarni qaytadan yozib chiqdilaringizmi? Tuslab ko'rdilaringizmi o'zingiz mustaqil? Молодцы. Ribet keling, demak darhol gap tuzishga harakat qilib ko'ramiz. Bugungi ishlatadigan ravshlarimizga e'tibor bering. Каждый день, har kuni, inogda, ko'pincha, обычно, odatda, часто, tez-tez, всегда, har doim, сегодня, bugun. So'zlarni yozib oling. Tak, yozib olgan bo'lsangiz, keling endi gap tuzishga harakat qilamiz. Har kuni men kitob o'qiyman. Qani? Так, а ну-ка, каждый день. Молодец. Так, я читаю книгу. Sabab rus tilida aynan n qo'shimchasini jonsiz zotlarda agar osongina qilib eslab qolishingiz mumkin. So'zlarni oxiridagi окончанияsiga qaraysiz. A bo'lsa uga, ya bo'lsa yuga almashtirasiz. Shunda n deganni anglatadi. Masalan, я изучаю математика, математику deb almashtirasiz. Я изучаю химия, masalan, химию deb almashtirasiz. Теперь, demak, har kuni men diktant yozaman deb gap tuzib ko'ringchi. Я пишу диктант. Молодцы. Каждый день я пишу диктант. Qani, ko'pincha men musiqa tinglayman deylikchi. Ko'pincha inogda. Ага. Музыку. Молодцы. Иногда я слушаю музыку. А ну-ка, Sardor, men har kuni so'zlarni takrorlayman dengchi. Каждый день я повторяю слова. Молодец. Так, Umidjon, o'qituvchi aytaylik diktantni tekshiryapti deb gap tuzamiz. Проверяет диктант. Хорошо. Endi gap taxlanishiga ham e'tibor bering. Oldin kim ish harakat bajarayotgan bo'lsa, egasi, keyin ish harakatni o'zini aytyapmiz. Учитель проверяет. Я читаю. Он рассказывает, например. Yoki мы играем. Keyin уже ikkinchi darajali yoki я играю мяч. Men to'p o'ynayapman masalan. Gapni taxlanishiga tushunib oldingizmi? Так, давайте. So'zlarni yana bir karra eslab ko'raylikchi. Bu qaysi situatsiya, ya'ni qaysi sharoitga to'g'ri keladi masalan? Darsda, da, chunki takrorlamoq, o'rganmoqda, tekshirmoq, yozmoq so'zlarni olganmiz. Вот. Давайте darsda mavzusiga kelamiz. Смотрите, на уроке, demak nima degan ekan? Darsda. Каждый день мы читаем. Har kuni biz o'qiymiz. Так, пишем, yozamiz, изучаем. Ага, новые темы, yangi mavzularni. Учитель проверяет. O'qituvchi проверять nima edi? Нет, проверять. Tekshiryapti, да, tekshiradi. Исправляет. Ага. Исправляет ошибки, xatolarni to'g'rilaydi. И слушает нас, bizni
tinglaydi. Tak, sizga bu yerda hozir bitta nas so'zi yangi. Nas bizni. Keling, yanada kengaytirib gap tuzib ko'ramiz. Aytaylik, Sardor xatolarni to'g'rilayapti deymiz. Nu-ka, Durdona? Sardor, to'g'rilayapti. Исправляет ошибки. Sardor исправляет ошибки. Так, aytaylik, Madina rus tilini o'rganyapti. Изучает русский языk. Так, ну-ка, Behruz. Так, aytaylik, men hozir musiqa tinglayapman. Qani? Я сейчас слушаю музыку. Так, Alibek, aytaylik, bolalar to'p o'ynayapti. Bolalar qanday aytardik? Дети. Дети играют мяч. Yoki futbol o'ynayapti deyishingiz mumkin. Дети играют мяч. Так, so'zlarni tuslanishi hamda qo'llanishi tushunarli bo'ldimi? Молодцы, rебят. Endi barcha fe'llar bilan o'zingiz mustaqil tarzda 10 ta gap tuzib ko'ring. Xohlasangiz ko'proq ham tuzishingiz mumkin. Xuddi shunday, hurmatli obunachilar, siz ham kommentariyaga yozib, tuzgan gaplaringizni bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Biz tekshirib beramiz. Xayr, salomat